Assalomu alaykum. Kunlik namoz vaqtlari kanaliga xush kelibsiz. 28-dekabr O'zbekiston namoz vaqtlari barcha viloyatlar uchun. Ha azar, sizlarni oynayi jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azar, sizlar 28-dekabrga namoz jadvali bilan tanishmoqdasiz. Kanalimiz yangi bo'lsalaringiz iltimos obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bitidan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Bu barcha beminnat xizmatlarimiz faqatgina siz azizlar uchun. Shunday ekan, iltimos kamtarona mehnatimizni qadrlab, videolarni oxirigacha ko'ramiz, like tayinlaymiz azizlar. Like bosish tekin. Like uchun sizdan pul ketmaydi, like bizga pul keltirmaydi. Like video tarqalishiga sabab bo'ladi xolos. Mana azizlar, namozni endi boshlagan va boshlamoqchi bo'lgan aka-uka, opa-singillarimizga eslatma sifatida har bir namoz necha rakatdanligini yozib ko'rsatib o'tganman. Bemalol ko'rib foydalanishingiz mumkin. Azizlar, Telegramda kunlik namoz vaqtlari degan kanal ochganman. Silkasini soобщение bo'limida qoldiraman. O'tib albatta obuna bo'lishni unutmang. Siz kunlik namoz vaqtlaridan xabardor bo'lib borasiz, xudo xolasa. Like bosganlardan, kommentariy yozganlardan va jadvaldan foydalanib borayotganlardan barchamizdan Alloh rozi bo'lsin. Azizlar, bu samimiy kanal. Sizni bizga yaxshilik keltiradigan kanal. O'sha uchun obuna bo'lamiz. Videoni oxirigacha ko'ramiz azizlar. Like bosishni unutmang. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz. Keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Yaxshilik qilishda bardavom bo'lingizlar. Salomat bo'lingizlar.